3 muhim narsaga e'tibor berish kerak. Xato. Birinchisi, kasb tanlashda xato qilmaslik kerak. Ikkinchisi, yor tanlashlikda, ya'ni juft halol tanlashlikda xato qilmaslik kerak. Uchinchisi, do'st tanlashlikda xato qilmaslik kerak. Mana shu 3 ta narsada xato qilmasangiz, siz baxtli, omadli inson hisoblanasiz. Men do'st tanlashda xato qilmadim deb o'ylayman. Yor tanlashlikda xato qilishlikdan Xudo asrasin. Tanlashda xato qilmadik. Lekin bir armonim bor. Kasb tanlashlikda bu sohada, jurnalistika sohasida qay darajada faoliyat yurita oldik bilmadim-u. Lekin tibbiyot sohasida muhabbatim kuchli edi. Ya'ni biz aytadi-ku, qonda bor deydi. Bobolarimiz, tog'alarimiz, ajdodlarimizdan ko'p shifokorlar o'tishgan, tabiblar o'tishgan. Tabiatan o'sha shifokorlikka, tibbiyotga muhabbatim kuchli. Kasb tanlashda xato qilmadimmikan degan o'y doim meni qiynaydi. Lekin bu ham taqdiri azaldir. Har bir ishda bir hikmat bor. Biz bir narsadan xato qildim deb armon bilan orqaga qarashligimiz kerak emasda. Biz umid bilan oldinga yuraverishimiz kerak. Biz umidni yo'qotib qo'ygan kunimiz, orqaga qilgan xatolarimizni eslab faqat orqaga qarab qolgan kunimiz aslida eng katta xatoni qilayotgan bo'lamiz. Yaxshi niyatlar bilan, ezgu niyatlar bilan va ishonch bilan, kelajakdan umid bilan oldinga qarab yurish kerak. Zero aytishadi-ku, taqdiringga nima yozilgan bo'lsa, ko'zing o'shani ko'radi. Taqdiringizga yozilmagan narsani siz ko'rmaysiz va albatta buni xato deb hisoblamaslik kerak. An'anaga muvofiq o'zingizdan keyingi keladigan mehmonga bir savol qoldirib ketsangiz. Muhabbat bilan sevgini, ishqning bir-biridan farqi nimada? Ana shu savolga javob izlamoqchiman. Azizlar, shuning bilan bizni dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Doimo sog'lik, salomatlik sizga hamroh bo'lsin. Xayr, sog' omon bo'ling.